oilamni buzib yuboradigan darajada og'ir tuhmatli SMS keldi rasm bilan birga. Bu holat fevral oyida ham kuzatilgan edi. Fevralda ham turmush o'rtog'imga xuddi shunaqa akkauntdan oila buzadigan darajada, oila buzish maqsadida juda ham tuhmatli qilib SMSlar kelgan edi. Yana kiramiz, ko'ramiz, ozgina ko'rib olsin dedi-da. O'zidan ham bizdan ham udalchi qilib cho'rnik qilib qo'yadi bizani. Xullas, meni diqqat bilan eshit. Agar bitta SMS, ikkita SMS yozib, Chechenkani oilasini barbod qilib tashlayman, ajrashib ketadi eri bilan deb o'ylagan bo'lsang, chuchvarani xom sanabsan. Meni erim bitta SMS bilan ajrashadigan inson emas. Meni erim chuqur o'ylaydi, boshqa qiladi. Sen o'ylama, men yozdim, o'zimdan udalchi qildim, nomerim ham yo'q, nikim ham yo'q, menga kira olmaydi ham, bloklab qo'ydim, bo'ldi, topa olmaydi deb o'ylamagan. O'g'ri ham o'zidan bitta dona iz qoldirib ketadi qayerdadir. Bu imini biz seni mana shu qoldirgan izing bilan topdik. Agar ishonmayotgan bo'lsang, Telegramingga kir, och va men senga yozgan o'sha aynan o'sha erimga kecha tuhmatlaringni yozgan Telegram akkauntingga men senga голосовой qilib yozib yubordim. Yaxshilicha o'zimga aloqaga chiqibman-da, meni nomerim bor senda. Uzuringni so'rasang so'rading. Bo'lmasa qanaqa ikkiyuzlamachiligingni, aslida kimligingni men xalqqa lenta qilib ekran zapis bilan qo'yib beraman. Endi qiynalgansiz, nechta qo'toq ko'rgansiz, tushunamiz. Endi oson pul topish yo'lini topib oldingiz. Kim qilgandan ko'ra osongina pul kelib turibdi odamlarni aldash, bolalarni travit qilish. Shunisi yaxshiroq deb o'yladi shekilli. Afsus. Men har doim qora yo'ldan chiqib kelaman. Потому что men transvestit, boylovchi. Voy jigarga o'xshab Chechenka, o drevniy professiyalar ekansiz siz ham. Menga Dubaydagi dugonalaringiz yozyapti menga. Meni kasbdoshim 2022-yilga poqillatib ketgan deb. O'zingiz aqasi drevniy professiyani professional ekansiz. Chechenka qachondan beri odobli, aqlli, Alloh xudo degan bo'lib qoldingiz, opa? Tilmoq chitmang. Yo, eringiz ham ikkinchi ekan-a? Yomon bo'lib ketdi bu yo'g'i. Men sizga sekingina kimligingizni eslatib qo'yaman. Saunada Qoravoy degan dugoningiz bilan masaj, intim masajlarda sekslarga borganlar izlatib qoldi. Eringiz ham ketiyor ekan-a? Saunalarda yurgan, shimaralik qilgan, Dubaylarga borgan qizlar uylanib ketaverar ekan-a? To'g'ri, bugun rosa saxiz informatsiyalar chiqadi. Kuting, Chechenka gul. Ko'tingizda katta puq bor ekan-a? Yana o'zingizdan ketganingizga o'laymi? Dubayga qizlar jo'natib yurgan paytingizda, kipriga yurgan paytingizda, Chechenkaxon, esingizdan chiqdimi? Ruschani o'rganmadingizmi? Sizga arabskiy til yaqinroq menimcha. Pulni to'plab kelib operatsiyalarni qilib olib hech kim eslamaydi deb o'yladim. Men eslayman. Bu sizga bolalarni travit qilganingiz uchun nakazaniya. Chechenka Mohiy Hamza degani nimaga? Mohiy Hamzani taniysiz-ku? Hamza metro degani desa hamma cho'niga tiqib urasiz. Tarixdan qochib qutulib bo'lmaydi. O'tmish har doim biz bilan birga. O'tmishni unutib bo'lmaydi Chechenka. G'irtagansiz-ku? Men siz tarixiz bilmas ekanman. Men endi mana hozir o'qib chiqib lolu hayron qolyapman. Hammaga 5-xotinda nikohini o'qib berib, Rolexlar taqib, mashinalar olib yuribsan. Ehson ham qilgan, bir yaxshilik ham qilgan sen. Abror Muxtor ko't. 5-xotinlarda o'qib, nikoh o'qib, sikivording hammaga. Hammani 6-chi, 70-chi, 80-chi xotin qilib biladi. Dalbayob. Litsenziyaning tagida Jasmin degan isqirtni nomi turibdi. Shu Jasmin degan Allohning la'nati yog'ilgan bitta isqirtni endi bu Natbilius degan narsani kontrabandaga olib kirishyapti ekan. Litsenziyasi bormish, litsenziyani tashashdi menga. Kim o'ylaysizlar? Litsenziyada kimning nomi bor deb o'ylaysizlar? 7 o'qlab 300 ga ham kirmaydi u. Hayol ham qila olmaysiz. Litsenziyaning tagida Jasmin degan isqirtni nomi turibdi. Shu Jasmin degan Allohning la'nati yog'ilgan bitta isqirtni podpishchiga bo'lib olib, uni gaplarini ko'tarib yuradiganlar bor. Undan tashqari u mana hozir O'zbekistonga shunaqa narsani sottiryapti. Uni kimligi ma'lum-ku. Ayollar, ko'zinglarni ochasizlarmi? Sizlar qayoqqa qarab ketyapsizlar, men bilmayman. Bular do'stlar, bular. Buni ichida nimani olib kiryapti bilmaysiz. Nima virus qo'shyapti? Ba'zi odamlar bor, spid. Hammaga o'zini qonidan kolaga aralashtirib, kola iching, qani bittada icha olasizmi deb spid tarqatadi. Narkomanlar narkomani ham tarqatadi. Bu Galaboy Jasminlar shunaqa narsa tarqatadi. Yuzi tiniq bo'lamish. Tiniq bo'lmay o'l. Mana shunga quloq solib yurgan opa-singillarimiz ko'zinglarni ochinglar. Endi menga qarshi boshlashadi, ajotaj, sabotaj. To'dalanib kellaring. Sizlar butun dunyodagi o'zingni shunaqangi ham jinslaring bilan hujum qillaring. Sizlarga bitta tupurgini o'zi bilan ko'mib tashlaymiz biz. Bitta tupurgi bilan. Yaqinda inshaalloh bularga biz ya'ni qonuniy asosda jazo qo'llaymiz. Inshaalloh. Bu millat hali erkakligi o'lmagan bu millat. Sizlar butun dunyodagi o'zingni shunaqangi ham jinslaring bilan hujum qillaring. Sizlarga bitta tupurgini o'zi bilan ko'mib tashlaymiz. Bitta tupurgi bilan.